Hürmetlik vatandaş. Yukarıda Aleksiyani körübettanla bugün çislağaş kimen 22 yıl 10. ayının 27. günü. Alem şumul özgürüş dedim 24 saat içinde şundak oldu. Endi sizlerle muhakeme kılaylı. Bugün vatandaş bizden muhakimimiz evvel maslahat yaki maslahat ve yaki nimi deyimiz maslahat tarikasida Şinjan Uyghur Abnum Rayı'nın gobernatörü maşınrı Reis Xi Jinping Amerikaga muşundaq yol koygan paytda sekreter Xi Jinping özünün köngüldeki sözünü aytgan paytda mesela Amerika bilen ortak hemkarlaşıp, ortak galba qilib, Amerika bilen özara tinchlikni birga turib, özara hurmat qilib, özara birlikte ortak galba qilib, mushundaq cümlelerini işletdi. Bu cümleler aynı çağda to'la tekrarlangan bo'lsinmi yoki Jungoning belgilangan siyosiy bo'lib o'tirg'i chiqdigan bo'lsin, ko'p qatim o'zgarish hosil qildi Mashinroy apandi. Lekin bu qatim hamda sekretar bo'lib saylanib bo'lgandan keyingi vaziyatda Jungo Kompartiyasi lavzida turdi deydigan mushunda ishkilni ichida buning hozir butun dunyo qandaq inkasi bo'lyapti xabarimiz yo'q. Biroq Reis Xi Jinping yol qo'yish bilan tangla Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden ham bizning Jungo bilan o'tirimizdagi raqobat keskin bo'ladi. Ammo biz Jungo bilan Amerika o'tirisi to'qnashqa izlanmaymiz deb javob berdi. Vassalom. Demak, hozir ikki davlatning munosabati shu bir necha yillik munosabatlar va keyingi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Oqsaroyga kirgandan keyingi vaziyatlar, so'zlashishlar, suhbatlar, Tayvanni ziyorat qilishlar hammasi qo'shib kelganda bugun oxir xulosa shu bo'ldiki, Reis Xi Jinping yo'l qo'ydi, prezident Joe Biden munosabatli holda yo'l qo'ydi. Hozir ikki davlatning o'rtasida bir yo'l ochildi deymiz Mashinroy apandi. Siz dal mushundaq vaqtda hozir G'ulja eli o'lkasi G'ulja shahri Jilyizi noyisi yoki Panjim yezisida 100 dan ortiq Uyg'ur yoshni, 20 yoshga kirgan Uyg'ur yoshni 2000-yili tug'ilgan 200 dan ortiq Uyg'ur yoshni qo'lga oldingiz Mashinroy apandi. Boshli shu bo'lsin. Reis Xi Jinping yo'l qo'ydi. Amerika Qo'shma Shtatlari to'g'ri tushundi. Munosabat mushu darajaga kelganda siz avval birinchi bo'lib qo'lga olgan mushu 100 nafar Uyg'ur yoshni qo'lga olgan joydan qo'yib berasiz Mashinroy apandi. Bugun hisobdimi? Bugunni xotirlab qo'ying, boshqa vaqtda unutdingiz, ma'qul dedingiz, yo'q dedingiz. Bugun Reis Xi Jinping yo'l qo'ygan kundimi Mashinroy apandi? Masala shundaq. İşte terakkiyatı muşundak buludu. Hazır oturdu Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'tirisindagi mesele Uyg'uristonda kishilik huquq soykırım meselesi, Tayvan bo'g'ozining tinchlik muqimligi meselesi, Tibet ve Shangang meselesi hammasi qo'shib bir mesele deganda hozir diyalog, so'zlashish, suhbat, tushunish hosil qilish, o'rtaq g'alaba qilish, hamkorlashib masalalar qilish, Amerika bilan tinchlikda birga turish, Amerika bilan o'rtaq g'alaba qilish, o'rtaq tirishchanlik ko'rsatish, mushlarning hammasi Jungo hukumati tarafdan va yoki 3-qatim sekretar bo'lib saylangan Xi Jinping tarafdan kelgan ekan Mashinroy apandi. Avval birinchi bo'lib tunigillatun qo'lga olingan 100 nafar Uyg'ur yoshni G'ulja Panjim yezisidan, G'ulja noyis Panjim yezisidan qo'lga olingan 100 nafar yoshni qo'yib berish Mashinroy apandi. Shunda men koni zamondan boshlab ta'kidlab kelayotgan G'ulja shahar Dadam Tuyeza lek o'rta maktab adabiyot o'qituvchisi Qosim Siddiqni
Koyup bir ses maşını efendi endi zaman geldi. Pişip oldu, vaziyet pişip oldu, deydik Allah deyilip oldu. Hatta mesele hal bulup oldu fakat tertip deyimiz biz bunu. Aldırıp gittik mi ya? Maşını efendi ya aldırmadım ben aldırmadım. Vaziyet ki mas uçup sözde vatanın maşını efendi. Onun için Aksu vilayetlik birinci otur mektepten sabık mektep müdiri Ahad Aman'ı koyup verirseniz, derhal koyup verirseniz. Maşemri efendi, önündeki Uygur'un şairesi Çimengül Avut'ni, Kaşgar Uygur Neşriyatı, Edebiyat bölümünün tahriri Çimengül Avut'ni koyup verirseniz türmeden. Maşemri efendi, önündeki yazgıcı Şincan Geziti'nin baş tahriri dercilik. Ya ki hem Şincan Geziti'nin tahriri bulup bazılarıcı işleyen Halid-i İsrail'ini koyup bir söz türmüden Maşınroy efendi. Onundaki yani ki Mehmet Ablis, Mehmet Can Ablis, Kaşgar Uygur Neşriyatı, Edebiyat bölümünün tahriri Mehmet Can Ablis, kalem ismi Böriya. Bu kişilerine türmeden koyup bir söz Maşınroy efendi. Hazır Reis-i Cimpi'nin siyaseti boşap gitti. Birinci bulup bu siyasetin ifadesini Müstemlik Uyguristan yani Şincan Uygur Abdunam Rayı'nda görüşümüz gerek. Emelileştirişimiz gerek. Maşınroy efendi. Bulup mu başlap da tünügilletin kol kılıngan hiç kanda sebebi yok. Olca Celiz'in ayısı, Pencim Yezisi, 100'den artık Uygur yaş. Bulanı koyup bir ses. Maşınroy efendi. Bu hem bizden bugünkü liksiyemiz bolsun, hem sizge koygan talepimiz bolsun, veya ki sizden kütke ümidimiz bolsun. Vaziyet muşundak yumuşap kelgen iken, bulanı koyup bir ses türmeden. Maşınroy efendi.